Alip Ertuğ'a. Uyg'urlarning afsonaviy xaqoni, Türk dunyosining afsonaviy hukmdori, dunyo tarixidagi afsonaviy dangliq botur Alip Ertuğ'a milodidan burungi 7-asrda yashagan. Alip Ertuğ'ning ismi Altay Türkisida Elip Ertuğ'a deb yoziladi. Ismning ma'nosi Alip yigit, qahramon, bahodir degan ma'noni, o'g'il bola degan ma'noni, Tuğa bo'lsa yilpiz degan ma'noni bildirdi. Alip va Tuğa ismlari ajdodlarimiz ishlatgan Urxun yeziqida yozilgan bo'lib, Urxun obidlarining shimoliy tarafiga yozilgan. Alip Ertuğ'a dunyoda Afrasiyab yoki Afrasiyab deb ataladi. Parisda Ifrasiyab deb ataladi. Keng ketken territoriyada yaşavatgan köpligen milletlerinin tarixida alayda tilga ilingan Alip Ertuğ'a Türk edebiyatidami başka dastanlarga ta'sir ko'rsatalaydigan darajada bir dastan barliq keltirgan. Ammo bir Türk xaqonining hayotiga munosabatlik voqealar har xil milletlarning tarixida xotirlangan bo'lsa-mu, Alip Ertuğ'ning zodi qandaq bir kishi ekanligini aniq yo'ritib berolmadi. Burunqi Yunan, yani Gretsiya, İran ve Hindistanlardaki mənbələrinin məzmuni bir-biriga yaqin bolsa-mu, bu mənbələrdən Alip Ertuğ'ning hayati to'g'riliq aniq bir ma'lumotga erishish mumkin bo'lmadi. Türk tarixi mənbələrdəki, yani Türk tilleri divani ve Putatqu bilikdiki yozilgan qisqa ma'nolar, İran mənbələrində yozilgan mavjud tarixni Türk madaniyatiga bog'lamoqda. Şunu etib ötüş gerek ki, bugünkü güngacha bir mavjud manbalar tadqiq qilinib, Alip Ertuğ'ning dastanini birlikka keltirib, bir bütün dastanning o'tirg'i chiqishi uchun tirishchanlik ko'rsatilmadi. Alip Ertuğ'a to'g'riliq bugungacha Türk adabiyotida Zaki Validining tadqiqotiga yetadigan biror tadqiqot elib berilmadi. Alip Ertuğ'a ve uning hayoti. Alip Ertuğ'a arslandek, yani shirdek yaylılık. Goya servi daraxtdek qomatli edi. Düşmeniga timsoqdek tashinlatdi. Shikarda bo'rdek chaqqan. Jang vaqtda pildek kuchlik edi. O'q atqanda zimin larziga kelatdi. Jangga kirsa bosqan qadamidan cho'nqurliq, tukkan qinidan eqin paydo bo'ladi. Do'stlarga umid baxsh etguchi, donolikda hammadan üstün idi. Köngli deryadek keng, qo'li yomg'ir tukkichi bahar bulutlaridek ochiqdi. Atısının ismi Pishang bo'lib, uning xalqimi atısının xalqidek Türk idi. Alip Ertuğ'ning hayotiga munosabatlik eng burungi tarix Herdot tarixda yozilgan bo'lib, Saklar milodidan burungi 625dan 653-yillari eng kuchli davrni yashadi. Saklar bu vaqtda Asiyaga buyruq, yani hükümran bulup İran'dan ötüp Mısır'ның şəhər sepillərgəcə yetib bardı. Şərq tərəfdə Xitay, Ғəribdə Tuna vadillərgəcə bolğan zimminlar üstüdə hükümran bulup bir xaqanlıq qurub çıxdı. Saklar Asiyaga hükümran bolğan bu vaqtda baş buğulları, yani Modova idi. Herdut Saklarning boshbug'i deb yozgan Modova İran tarixi manbalarida Efrasiyab deb yozilgan bo'lib, bu tarixda milodidan burun 625dan 653-yillari İran bilan Turkiston o'rtasidagi urushlar, İran va Turan urushlari deb yozilgan. 12-asrda yashagan Yusuf Xas Hojib Putatqu bilikda Mahmud Qashqari Türk tillar divanida İranlarning Afrasiyab deganining Türklarning büyük xaqoni Alip Ertuğ'a ekanligini yezib qoldirgan. Türk tilleri divanining İstanbul nusxasida Alip Ertuğ'a deb yozilgan Türk boshbug'i. İslam ansiklopediyasidagi Afrasiyab moddasining arabcha tarjimasida bo'lsa, Türk begi, yani padişah Afrasiyab deb yozilgan. Yusuf Xas Hojib ve Mahmud Qashqarining qoldirgan bu bayonlari İran manbalarida Türklarning ulug' podshohi deb ko'rsatilgan Afrasiyabning Türk boshbug'i
Alip Erdoğan ekanligini isbotlamoqda. Herodot tarixida xotirlangan Keyros, İran hükümdarı Kayxsurovdur. Şahnamədə Kayxsurovның İranni qoğdaş üçün Turan başbuğu Afrasyabqa qarşı nəhayət uzun vaqt uruş qılğanlığı anlatıldı. İranlıqlar 49 yıl davam qılğan MIT uruşida miladidan burun 584-dün 633 yılda İranğa hükümdar bolğan Kayxsurov İskitlərə qarşı İranni qoğdaydı. Miladidan burunqi 5-7 əsrlərdə İskitlərinin bir tarmaqı bolğan saklar Asiya tupraqlarından İranğa kelib, İranlıqlar bilan uzun vaqt uruş qılıdı. Bu uruşlarda İranni İskitlərə qarşı Kayxsurov müdafiə qılıdı. Turan dövləti deb kelyatqan pufralarda yaşayan Yurjai urqi, Avustada Tura, Herdut tarixida İranni Misirgacha istila qilganligi xotirlangan. İskitlarning baş buğu Afrasyabdir. Yana Zenit Avustada Media padşahini yengen Frasyak yoki Franrasyar ismi bilan Hun Xaqani deb xotirlangan baş buğuning Afrasyab ekanligini intayin aniq bilgili bo'ladi. To'ran baş buğu Afrasyabning sarayida at ustidan yasalgan qimiz bilan to'ldirilgan ko'llar bor edi. Bu saray u qadar mukammal aydınlatilgan ediki, u saraylarda keçiler goya kündüzge o'xshash aydın edi. Sarayning ishida suvdan, sharabdan, sütdan, qimizdan bo'lgan 4 eriq eqib turadi. Bu xotirlardan qaraganda Afrasyab Kayxsurovni tutqunliqdan Eranni bo'lsa Samiylarning islasidan qutqazgan. Ammo Herdotdagi xotirlarga qaraganda keyincha Kayxsurov bilan Afrasyab o'rtasida uzun vaqt davom qilgan bir-biriga qarshi ustunlik talish urushi boshlangan. İskitlarning bir tarmog'i bo'lgan saklar Kafkaslardan o'tib miladidan burun 6-asrda Eranni istilo qildi va Xisro bilan bir qancha qatim urushib, uni mag'lub qildi. Herdotning xotirasidagi demakchi bo'lgani saklarning bosh bug'i Modova edi. Herdot davomlashtirib, saklar Misrning shahar sepillarigacha yetib borg'icha oldingi Osiyo qit'asini ishg'ol qilib, 28 yilgacha bu davlatda buyruq, hukmron bo'ldi. Demakda, bu vaqtda saklar eng kuchli zamonlarini yashadi. Sharqda Xitoydan, g'arbda Tuna daryosigacha, janubda Sina cho'ligacha qadar shuncha keng zaminda nihoyat ulug' bir davlat qurdi. Afrasyab Eranni 4 qatim istilo qilgan bo'lsa-mu, tutib tura olmadi. Chunki Eran hukmdori Kayxsurov Modovani, ya'ni Afrasyab Alip Erdo'g'ani urush maydonida yengilmaganligini bilgandan keyin, uning bilan do'st bo'lib o'tishning yo'llarini izlagan va buningdan foydalanib hiyla ishlatgan. Miladidan burunqi 625-yili saklarning bosh bug'i Modovani va buyruq baylarini, ya'ni Alip Erdo'g'ani va uning qo'l ostidagi ittifoqdosh podshohlarini Urmiya ko'li atrofida tayyorlangan bir ziyofatga taklif qilib alohida kutib oladi. Bu marosimda Afrasyab Alip Erdo'g'an va uning baylariga haddidan ziyoda sharab ichkizib, eg'ir darajada mast qilib qo'ydi. Da Alip Erdo'g'ani barliq baylari bilan qo'shib o'ltirib etdi. Demak, Kayxsurov Alip Erdo'g'ani urush maydonida yengilmagandan keyin hiyla ishiltib, sulh talab qilib Alip Erdo'g'ani taklif qilgan. Alip Erdo'g'an Afrasyab bilan sulh tuzish uchun borganida o'ltirilgan. Filologiya fanlari doktori Tursun Qurban Turkash Alip Erdo'g'anning o'limi to'g'riliq. Alip Erdo'g'an Kayxsurov va Rustamlardan yengilgandan keyin qochib berib, Xitoydan yordam so'rganligi, Xitoyning nurg'un qo'shin tayyorlab qo'ydik deganligi. Ammo jangning harb kuni Xitoyning va'dasi turmay yenib olib, Kayxsurov bilan yo'shurun kelishib olganligi. Shuning bilan Alip Erdo'g'anning yolg'iz qolganligi. Alip Erdo'g'an daryodan o'tayotganida qarshi qirg'oqdagi Eron lashkarlari o'zlarini Alip Erdo'g'anning odamlaridek, go'yo uni qutqizib oldigandek qilib ko'rsatib, Turan shohi qirg'oqqa yaqinlashganda tutib olib o'ltirayotganligini yozdi. Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobida Alip Erdo'g'anning o'lish jarayoni, Turan qog'ani Afrasyabni mag'lub qilganida sharqqa chekinib Oltay atroflarigacha kelgan.
Keyin Afrasiyab o'z davlatining g'arbiy qismiga qaytib kelib, milodidan 625 yil burun Ozarbayjonda Eronliklar bilan yana tutishgan. U bir jangda mo'kinib yotgan Eron askarining o'qiyadan atgan o'qi bilan o'lgan. Mahmud Qashqarining Turk tillar divanida Alip Erdo'g'a to'g'risidagi motam qo'shiqlarining parchalari keltirilgan. Alip Erdo'g'a o'ldimi? Yaman dunyo qaldimi? Pelek o'chini oldimi? Amdi yurak yirtilur. Qolgan Afrasiyab o'ldimi? Bevafo dunyo uningdan qutuldimi? Pelek uningdan o'chini oldimi? Amdi uning uchun zamonga nafratlanib, yuraklar par-par bo'lmoqda. Xaqan va padişahlardan ayrılgan saklar bu tarixten itibaran siyasi güçlerden ayrılışqa qarab yuzlanıdı. İran dövlətində bu vaqa buluvatqanıda şərq tərəfdə əzəldən tartib mövcud bulub kelivatqan düşmənliklər başlanıdı. Saklarının bir tarmaqı bolğan sular, yani suyunklar, yunklar, su, saka, şansi ilini idare qılıvatqan Xitay hökümdarlığıdan mu, yani 620'den 659. Münasibeti buzulgandan keyin sularning 8 mamlakatini mu ishg'ol qilib olgan edi. Milodidan burun 626-yili sular o'z yanlarida xizmat qilayotgan Yu ismlik bir Xitoyni Tesim hukmdoriga elchi qilib avatidi. Yu bo'lsa Tesim hukmdori Muga su yunlarining ichki ahvolini xabardor qilib, davlatlarni ishg'ol qilishning yo'llari va imkonlarini o'rgatdi. Şunun bilan hükümdar Mu miladidan burunqi 623-yili çoğun bir safarga atlanıp saklarning 12 davlatni bo'ysundurdi. Zaki Validi Tuğanning aytishicha, saklarning boshbug'i Alip Erdo'g'a Eronda o'ldirilgandan keyin saklarning siyosiy jihatdan ojizlashganligini fursat deb bilgan Xitoylar tajovuz qilib sharq tarafdagi Saka zaminini ishg'ol qilib oldi. Degurtning qarashicha, Tsular zamonida Turkistonning siyosiy ahvoli iskitlar hokimiyatidagi rayon xarakterlik xonlarning birlashmasidan maydonga kelgan nihoyat buyuk bir xonlik edi. Mu burun 623-yili Tsun hukmdori Mu'ning buyrug'ini qabul qilgan 12 davlat iskitlarga qarshilik 12 xonlik edi. Eron tarixchisi Asadi Tusining xotirasida asosan Uyg'urlar, ya'ni Uyg'urlar tarafidan qurilgan markaziy O'rta Tangritog' rayonlarida noiti burunqi zamonlardan tartib Ajuna ismli buyruq, ya'ni hukmron bir davlat mavjud edi. Bu davlatning Xaqani Qag'ani Uyg'ur, ya'ni Uyg'ur Xaqani deb ataydi. Bu yerda so'zlanayotgan millat Uyg'urdir. Bu ifodada Oğuz dastanining izlarini ko'rgili bo'ladi. Chunki Oğuz xalqiga xitob qilib, "Men Uyg'urlarning xaqani bo'ldim" deydi. Bulardan boshqa yana Dagagi Firdavsi, Abu Mansur, Balaxi Osiyo qit'asiga buyruq, ya'ni hukmron bir davlatning barligi ustida to'xtaladi. Bu davlatning asosini Chingil va Qorluqlar maydonga keltirgan edi. Bu davlatning markaziy va asosliq to'plashib o'ltiraqlashgan yerlari, ya'ni Kojun Karbashi, Zarafshon qirg'oqidagi Baqir Koli, Baykent, Ordukent qatorliq shaharlar ekanligi xotirlangan. Bu davlatning bosh bo'g'i bo'lsa Afrasiyabdir. Alip Erdo'g'a Eronliklar bilan bo'lgan urushlarda, tarixiy va dostonlardagi xotirlarda Eronlarga qarshi g'alaba qilib, hozirgi Seistonning janubidagi Haman ko'li atroflarida va Eron zaminining ichida Eron lashkarlarini bir qancha qatim mag'lub qilgan. Uzunga so'zilgan urush jarayonida g'alaba qilinmagan vaqtlarda Eron lashkarlari tarafidan qo'g'lab kelingan vaqtlarda, ya'ni Kimak mamlakatiga Altaylarning orqasidagi yoki sharqdagi cho'ng ko'llardan, ya'ni Koshu ko'l va Bayqal ko'li taraflaridagi Roindiz shahriga chekinatdi. Oxirgi qatim mag'lub bo'lganida davlatning g'arbiy qismi bo'lgan Ozarbayjonga kelgan vaqtda Eronliklarning qo'liga tushib o'ldirilgan. Alip Erdo'g'ning o'limi bo'lsa, Eron dastonida munda xotirlangan. Bu hukmdor yer ostida sehrlik bir saroy yasatgan edi. Alip Erdo'g'a yengilgandan keyin bu yerga yo'shirindi.
Shahnamada yezilishicha Turan podshohi Afrasiyab Saiksta ko'li atrofidagi g'arning ichidagi yer asti saroyiga yoshiringan edi. Burunqi vaqtlarda Ferdonni qutqizgan Müghüm, ya'ni Xaoma ismlik bir jahankazdi tog'da aylanib yurgan vaqtda bu g'arning ichidan bir ovoz anglaydi va g'arga kirib, belidagi xosiyatlik belbog' bilan Afrasiyabni bog'lab elib kelib Kayxsurovga topshirib beradi. Gerisvaz Turan podshohi Afrasiyabning inisi bo'lib, Siyavushga tuhmat qilib, uni o'limga hukm qildirgan edi. Gerisvaznimi Xaoma degan odam tutib, Xusrovga topshirib beradi. Kayxsurov bu ikki qarindoshni birlikda o'ltirdi. Xitoy tarixchilari milodidan burun 625-yili O'rta Osiyoda bir jahongirlarning o'ltirilganligini xotirlagan. Afrasiyabdan keyin Eronliklar bilan bo'lgan urushda yengilib Turkiston ziminining ichki qismigacha chekilgan Afrasiyabning o'g'li Erjasib Eron dastonida Heyunlarning bosh bug'i deb tanishtirildi. Heyun bo'lsa Osiyodagi Hun, Turk qatorliq nurg'un turki millatlaridan tarkib topgan hunlarning bir tarmog'i bo'lgan oq hunlardan iborat. 13-asrdagi Suriyani tarixchisi Bar Hibrajusning, ya'ni Abdasiyab iborasi bilan xotirlagan Afrasiyab bo'lsa, hunlarning tunji xaqoni deb ko'rsatiladi. Mahmud Qashqari, ya'ni Turk tillar divonida ochiq qilib, Türkler Afrasiyabni olib Erdo'g'a deydi deb Ajunning bosh bo'g'ishganligini yozadi. Olib Erdo'g'aning o'limiga beg'ishlab motam, ya'ni yo'q murosimi o'tkazganligini, bu murosimlarda uning uchun dastonlardan parchalar o'qiganligini anlatadi. Islom olimlaridan G'azzali, ya'ni Osman Turan, Turk jahon hokimiyati mafkursi tarixi 80dan 85 batlar va Nidalik Qozi Ahmad Turklarning Afrasiyabni olib Erdo'g'a deydiganligini yozadi. Tomist Ko'k Turk kitoblarida ismga yo'q, ya'ni motam murosimi o'tkazilgan To'ng'a olibning olib Erdo'g'a ekanligini ilgari surdi. Tomistning bu ko'z qarashining to'g'ri ekanligini Uyg'urlar davridan qolgan bezaklik buddist ibodatxonasining tomlariga sizilgan To'ng'a olibga oid rasmlardagi yo'q murosimida ismi tilga ilingan To'ng'a olibning o'xshash bir kishi ekanligini qabul qila olamiz. Uyg'urlarning bezaklik shahridagi buddist ibodatxonasining temining oldi tarafida olib Erdo'g'aning o'limi rasm bilan ifodalangan. Olib Erdo'g'a bu qapartma rasmida og'zidan va vujudining o'xshamagan yerlaridan qon temayotgan holatda ko'rsatilgan bo'lib, rasmning bir yeriga To'ng'a Tekin, yana bir yeriga To'ng'a Ol ismi yozilgan. Bu tam rasmida ismi noyda aniq qilib yozilgan. To'ng'a Tekin Ko'k Turk obidalarida ismga yo'q, ya'ni murosim o'tkazgan To'ng'a Tekindir. Chunki Uyg'urlar To'ng'a olib, ya'ni olib Erdo'g'aning nasabidan kelganligini qabul qiladi. Shunga biz bu tarixdan yo'lga chiqib, Ko'k Turk obidalardagi To'ng'a olib ismini 9 o'g'izlar, ya'ni Uyg'urlarning yo'q murosimini olib Erdo'g'aga atab o'tkazganligiga o'xshash tomlardagi rasmlarning olib Erdo'g'ani xotirlash uchun o'tkazganligini taxmin qila olamiz. Uyg'ur 12 muqomining birisi bo'lgan Iroq muqomining 3-daston qismidagi, ya'ni Yusuf Ahmadning dastonida Shohi olam Piqir asli, Afrasiyab o'g'iz nasli, izlab keldim dildor vasli, yo'qdir qandin tashvishlari deb Afrasiyabni o'g'iz nasli bilan birlashtirdi. Burunqi Hindiston tarixi manbalarida Afrasiyabni bevosita holda saqlarning bosh bug'i deb yozadi. Shundaq bo'lganda, Herodot tilga olgan saqlarning bosh bug'i Modovaning Afrasiyab ekanligini Hindiston tariximi tasdiqlaydi. Mo'ng'ul tarixchisi Alaidin Atamelik Juvayni Uyg'ur davlatining hukmdorining nasabi Afrasiyab avlodidan ekanligini yozadi. Bulardan boshqa Oğuzlarning Selçuqluq davlatining Qaraxonlarining va Xorazm shohlar davlatining hukmdorlarining nasabimi olib Erdo'g'aning avlodi ekanligini yozadi. Olib burun 7-asrda yashagan Turk xaqonining ismi bo'lib,
Bu jasoratlik podshoh Mahmud Kashfari bilan Yusuf Xas Hojib asrida Olib Erdo'g'anning sap turkcha ismi, ya'ni Dukuxon deb Fors adabiyotida Afrasiyaf deb tasvirlagan. Ya'ni Türk tillar divanida Olib Erdo'g'a obraz yaratilgan dastonning parchalari saqlangan. U aqlliq, tadbirlik va bilimlik xaqon bo'lib, Olib Erdo'g'aning hikmatlik so'zlari ayni zamonda o'z xalqi orasiga keng tarqalgan. Ulug' olim Yusuf Xas Hojib, ya'ni Qutatqu bilikda uning maqol tamsiliga aylangan so'zlaridan unumlik foydalangan. Dastondagi ulug' xon, ya'ni 85-beyt. Tağ yürek cesur er. 2337-bet. Toğa. 1409'dan 2482-beyt. Büke. Yani 5043'dan 5523-beyt. 3 ordu xanım. 5569-beyt. Elçi Uluq. Yani 5884-beyt qatarlıq süpətlər bilan keltirilgan hikmetler Türk tillar xalqining qadimki xaqanlarga cümüldin Dukuxon, yani Olib Erdo'g'a ishora qilingan bo'lib, faylasuf shoir asrida, yani Allar beshi 3172-beyt bo'lgan bu qahramon xaqonga mundaq madiya o'qigan. 276. Bu Türk bəgleriga silinsa nazar, Cihan bəglerining yaxşisi şular. 277. Bu Türk bəgleridan eti belgülük. Toğa alıb er idi bəxti belgülük. 278. İlimde büyük, köp faziletlik dili. Bilimlik, aqıllık xalqning xili. 279. İdi o sarxıl, zerek er oğlan. Dünyaga zerekler bulur hükümran. 280. Taciklar deydi uni Afrasiyaf. Bu Afrasiyaf tuttu eller talap. 283. Acep yaxşı etqan, cesur batur er. Jasoratlik er, çın tügünni yeşer. O'rta Osiyo va atroflarida qurilgan butun turk qog'onlari urug' tuqqanlarchilik munosabatlari jihatdan saqlardan, ya'ni Uyg'urlardan nihoyat ko'p foydalanganligi sababli ularning Olib Erdo'g'aning kishiligiga xoqonlarning nasabini bog'lig'iniga o'xshash millat, urf-odat tuyg'ularimi aslimalarida asrlar bo'yi yashab keldi. Olib Erdo'g'aning hukmron bo'lgan davlatining, ya'ni qog'onligining vatanini Mavara Unnahir, G'arbiy va Sharq Turkiston bo'lib shakllanmoqda. Bu tuproqlar ustida yashagan, davlat qurgan turk qabilalari ko'k turklarga Qaraxoniylar va Selçukluq davlatiga o'xshash e'tibor bilan qarab kelgan. Azerbayjon va Turkiston rayonlarida Olib Erdo'g'aning hayotiga munosabatlik bekmi ko'p xotirlar bor. Zakariya Kazvinining xotirasiga qaraganda Shabaran shahri Olib Erdo'g'aning poytaxtidir. Arrandagi Singshurux Olib Erdo'g'aning Kayxsurov bilan bo'lgan urushlarining oxirisida mag'lub bo'lgandan keyin oxirgi qatim panolangan yerdir. Olib Erdo'g'aning beshi Tabriz shahrining darvozasiga dafn qilinganligi uchun bu darvoza Darvoza-i Shar, ya'ni boshning darvozasi degan nom bilan xotirlanmoqda. Urmiya ko'li bo'lsa Olib Erdo'g'a g'arq bo'lgan ko'l deb qabul qilinadi. Maraga yanida ba'zi yerlar va bir ko'rikning Olib Erdo'g'a tarafidan yasalganligi aytiladi. 13-asrda Qaraqumni kezgan Juvayni Qara Balag'osun rayonidagi bir kishini bu Uyg'ur xaqoni Afrasiyapning balasi bo'ladi deb tanishtirdi. Xitoylar ko'k turklar Suularning avlodi deb qaraydi. Bizanis tarixchisi Minadir bo'lsa ko'k turklarni burun Saka deb ataydiganligini yozadi. Biz buningdan Olib Erdo'g'aning turklar nazaridagi e'tibori va qimmatini bilib olaymiz. Olib Erdo'g'aning haqiqatan Uyg'ur ekanligining aniq pakiti Yusuf Xas Hojib Qutatqu biligida ochiq yozgan. Barliq turk xaqonlari ichida Olib Erdo'g'a keng doiralik bilim va fazilat egisi edi. Olim edi, fazilatlik edi. Nini dangliq, yaramliq qahramonlarni bu jahon yedi, yo'q qildi.
Alip Erdoğan'ı anla neme deydi? Qara u bu sözni bilip sözlemekte. İnsan kalbi göçtür, buzular turar. Ey iradelik insan, onu bek yaxşı qollan. Xan Türklerinin en büyük başbuğu Alip Erdoğan'ın oğullarını xan deydi. Alip Erdoğan'ın ismi Hakan'dır. Bu isimning berilişi to'g'riliq nayt uzun tarixiy hikoyalar bor. Shahnamada Afrasiyevning qizi Munija to'g'riliq mundaq so'zlar bor. Qaz Alip Erdoğan'ning qizining ismi bo'lib, Alip Erdoğan qizi uchun Qazvin ismli bir shahar qurdi. Chunki Alip Erdoğan'ning qizi bu yerda yashaydi va bu yerda o'ynaydi. Şuna bir qism Türkler Türk dövlətinin çigrəsini Qazvin şəhərindən başlap hesaplaydı. Qum şəhərimi Türk dövlətinin çigrəsi hesaplanıdı. Çünki Qum sözümü Türk sözdür. Alip Erdoğan'ın qızı bu yerdə oğlaydı. Yeni bir qism kişiler Türk dövlətinin çigrəsini Mervi Şahi Can'dan başlaydıqanlığını aytışıdı. Çünki Alip Erdoğan bu şəhərini Tahmuris tərəfindən şəhərinin içki sepilləri yasılıb 300 yıldan keyin bina qıldırğan. Bu şəhərinin yeni bir ismi Dezruin bo'lib, Buxaraga yaqindir. Alip Erdoğan'ın qızı Qazning eri Siyavush bu şəhərdə öldürülgan edi. O'tqi cho'qindiganlar har yili bir kun bu yerga kelib, Siyavush o'lgan yerda yig'lab, onunğa atab malcharva o'ldirishidi. Mahmud Qashqarining bu xotirasi Shahnomadagi daston voqeasining dal markaziy asosini tashkil qiladi. Siyavush Afrasiyevdan panolik tilagan bo'lib, keyin uning qiziga uylangan edi. Bir mezgildan keyin Afrasiyev tarafidan o'ldirilgan edi. Shahnomadagi Iran va Turan urushlari asosan mushu voqea atrofida markazlashadi. Türkiye Tillar Divanı'da Barisxan şəhərini Afrasiyevning o'g'li Barisxan yasıgan deb yozilgan bo'lib, Firdavsi bo'lsa bu şəhər Afrasiyevning o'g'li Ramitdan tarafidan qurilgan deydi. Alip Erdoğan'ın hikmetlik sözleridan. Birinci, Türk dengizidagi bir mervayetga o'xshar. U yerda ishkan qimmati bilinmas. Ammo dengizdan chiqarilgandan keyin podshoh va kelinlarining tojini zinnatlar. İkinci, osmondagi ay qandoq bo'lsa, er uchun atmu o'xshash. Alip Erdoğan marsiyasi. Alip Erdoğan o'ldimi, yomon dunyo qoldimi? Palak o'chini oldimi, amdi yurak yirtilur. Erlar bo'ridek huvlishib, yaqa yirtib varqirishib, o'nining berchi chirqirishib, öksüp ko'zi o'rtilur. Zaman fursat kuzatdi, o'g'ri tuzaq uzatdi. Bəglər begini azdurdi, qaçsı qandaq qutulur. Adətdən zor nərsi yox, başqa bahanlarmı həm köp. Atsı zaman çənləb oq, tağlar beşi yençilur. Bəglər etini harğızdi, qayğı ularını turğuzdi. Mənzi yüzü sarğaydı, xuddi zəpərəngdək sarğıyor. Yığı atdın öçürgən, ordusudan köçürgən, işini kesip becirgen, ecel ok tegdi, onu öldürür. Zaman gezdin ok atsa, kim Turanı qoğdusun, taq tegse tağ tügel, vadiler mu yırtılır. Zaman bütünley aynadı, usul kişiler tevridi, pezilet tamamen seyrikleşti, dünya begi yok olup. Könglim içi örtendi, bütün carahitim tilindi, keçmiş hatiremge keldi, gün tün onu istermen. Keç gündüz yığlayman, köz yaşlarım sorulur. Alip Erdoğan'ın qabrisi qayerda? Qashqar shahrining 40 kilometr sharqida, Qashqar shahriga tutash Bashkiram yezisining 30 kilometr sharqida Koni Murtum xarobisi deb atalgan mashhur o'rin bor. Ana shu, ya'ni Koni Murtum dal Alip Erdoğan'ning qabrisidir. Bu joy hozirgi Oqqosh yezisining sharqi shimoliga to'g'ri keladi. Qashqarda Murtum va Koni Murtum deb ikki mashhur o'rin bor. Murtumning asli til yiltizi Mur atam bo'lib, Mur atam deganlik qara atam deganlikdir. Ya'ni Alip tarixda Qaraxon deb atalgan ekan. Uni qara atam nomi bilan harflamak hammamizga ayon. Kang ketgan turk davlatlari
va Türk millatlari orasidan elingan Alip Erdoğan'a münasibətlik bu əslimilər onunğa münasibətlik xatirlərinin hammasi deganlik emas. Bu intayın qisqa bir yazma bo'lib, har xil manbalarda farqliq xotirlangan. Alip Erdoğan va uning hayoti buningdan keyin texmi cho'nqur tadqiqot elib berilishimizni kutadi.